Hammangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super daromad kanali. Bugungi videoligimizda ajoyib bitta ilova orqali sarmoyasiz pul ishlash ko'rib chiqamiz. Albatta ko'rsatmoqchi bo'lgan o'sha ilovaning silkasi albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi va mening Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda to'lovdagi saytlar, to'lovdagi fotolar, to'lovdagi o'sha ilovalardan pul chiqarsam men Telegram kanalimga cheklarni tashlab boraman. Qaysi sayt, qaysi o'yin, qaysi bot to'lovda ekanligini bemalol bilib olib sarmoyali va sarmoyasiz bemalol sizlar ham pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Albatta ko'pincha men do'stlar ko'p bo'lsa 90-95% Telegram kanalimda sarmoyasiz o'sha ilovalar, saytlar, botlarni tashlayman. Shuning uchun Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda ham har xil ma'lumotlarni ham berib boraman. Telegram kanalimning ham silkasi albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi. Endi do'stlar, bizning mana shu Super daromad kanalimizdagi har bitta videolarimizni o'tkazib kelayotgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu ko'rib turgan videolarga bitta like bosgan bo'lishlari kerak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishlari kerak va kommentariy yozishlari kerak. Endi bu yerdan biz videomizni havolasini nusxalab olib randomli saytga o'tib olaman. Va mana do'stlar, men randomli saytga ham o'tib oldim. Endi bu yerga biz videomizni havolasini qo'yib olamiz. Bu yerda endi pika viniyada bossak ko'rish mumkin. Mana shu obunachimiz g'olib bo'ldilar. Agarda shu obunachimiz ushbu videolarni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqing, pullaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Mening Telegram ishkamni Telegram kanalining profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir o'sha ilovaga o'tib olaman. Va mana do'stlar, men ilovaga ham o'tib oldim va bu ilovamizning nomi Luski Scratch Cards deb ataladi. Albatta sizlar bu ilovada ro'yxatga o'tish uchun avvalo bitta email orqali ro'yxatga o'tib olasizlar. Oddiygina Google'da bosib ustiga ro'yxatga o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rish mumkin, ko'rinish xuddi shunday bo'ladi. Albatta sizlar ham kirishni shunday ochiladi. Bu yerda o'zi ko'p unchalik tushunarsiz emas, shunchaki 4 ta yoki 5 ta uzog'i bilan 6 ta yo'l bilan pul ishlab borish mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'rish mumkin, mana har xil o'zining mana bu yerda mana Scratch Win bor, Lucky Stars bor, Gold Wilson bor, Jackpot bor. Bu yerda ham mana shu hozir bularni ham tushuntirib o'taman do'stlar. Avval mana bu pastdagi bo'limlarni, bu yerdagi bo'limlarni tanishib chiqay boshlab. Bu yerda mana birinchi bo'lim home bo'limi, keyin giveaway bo'limi. Bu yerda mana bu yerda har xil giveawaylarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, konkurslarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Bu konkurslarda qatnashish uchun mana bunday mana yashil mana bunday mana ko'rish mumkin. Bu yerda mana ko'rsatib qo'yibdi. Mana shunday yashil karta kerak bo'ladi. Bu yerda mana menda hozir 32 ta bor. Bu yerda mana 100 dollarlik, 1000 dollarlik, 100 dollarlik, 50 dollarlik, 10 sentlik, 30 dollarlik, 20 dollarlik, 15 dollarlik, 15 sentlik, 10 dollarlik, 5 dollarlik shunday konkurslar bo'lib kelyapti. Bu yerda mana ko'rish mumkin kimlar qatnashganini, ya'ni qancha odam qatnashganini ko'rish mumkin bo'ladi. Bu yerda qancha vaqtdan keyin tugashini ko'rsatib qo'yibdi. Masalan, mana bu 0.25 sentligi 14 minutdan keyin tugar ekan va bu yerda ko'rish mumkin 25222 ta odam qatnashgan ekan. Albatta bu giveawaylarda qatnashish uchun esa mana bu aytib o'tgandek mana shu yashil kartadan kerak bo'ladi va bu yerdan qatnashish uchun bu yerda mana masalan men mana shuni ustiga yo'q, bu yerdan mana bu kelinglar, mana shu 1000 dollarga qatnashib ko'ramiz. Bu yerdan joinni bosamiz mana ustiga va bu yerga qancha mana shu yashil kartamiz ko'p bo'lsa shunchalik yutish imkoniyatimiz ko'p bo'ladi. Masalan, men hozir 32 ta yozaman va joinni bossam o'zi menga mana ko'rish mumkin, ya'ni successfully bo'ldi. Men qatnashib qo'ydim o'sha 1000 dollarlik konkursida va bu qancha vaqtda tugashini ko'rsatib qo'yibdi. Ko'rish mumkin, ko'p vaqt bor ekan hali bunga. Lekin albatta qatnashib qo'ydim. Keyin bu yerda yana premium bo'lim bor pastda. Bu yerda endi yana har xil yana bu yerda ham o'sha giveaway, ya'ni konkurslarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Premium konkurslarda keyin offer bo'lim bor bu yerda. Har xil biz vazifalar bajarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'rish mumkin, YouTube videolarni ko'rishimiz uchun bizga ko'rish mumkin, ustiga bossak bizga 2000 ta coin beradi. Hozir bizning scratchga olsak 65761 ta hozir mana bu yerda mana ko'rish mumkin. Coinimiz bor. Offer bo'lmaga o'tib bu yerdan videoni ustiga bosamiz va e'lonni bosib
ilovaga уже qaytamiz mana shu ilovaga va hozir bizga уже mana ko'rishim mumkin videoni ko'rishdan ham shart emas shu уже video ko'rildi dedi endi boya 65 ming edi ko'rishim mumkin 67 ming bo'lib qoldi ya'ni bizning hisobimizga qo'shildi yana bu yerda mana har xil boshqa ilovalarni ham yuklab olib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib bu offerlarni ham bajarib yana qo'shimcha daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Endi do'stlar bu yerda scratch bo'limiga o'tamiz va bu yerda yana bonus bo'lim bor. Bu yerda ko'rishim mumkin mana bonus bo'limini ham ustiga bosib bu yerdan rechta bosib bitta qisqa reklama ko'rib olamiz. Bugunoq oltin savdosini boshlang va cheklangan vaqt davomida siz qutlov bonusimiz va 15 yillik yubiley aksiyasi sharofati bilan 25700 dollargacha oling. Millionlab treyderlarga qo'shiling. Tengsiz savdo sharoitlari 1.6 punktdan spreadlar konkurs tugaygach albatta do'stlar bu yerdan X ta bosib yana hozir ozgina 5 sekund vaqt kutib yana bu yerda hozir o'zi chiqib ketish oynasi ochiladi. Bu yerda X ta bossak hozir bizga o'zi qandaydir bonus beradi o'zi. Keyin do'stlar yana bu yerda mana shu o'ng tarafda tepada ko'rish mumkin. Bu yerda mana ustiga bossak referal ya'ni referal sitemizda bu yerda mana copyright qilib olib ham do'stlarimizga ham tarqatib bu yerda ko'rish mumkin. Agar referalimiz kirib ishlay boshlasa mana shu ilovada 3 kun davomida onlayn bo'lib ya'ni aktiv bo'lib ishlay boshlasa bizga 0.10 sent bonus va o'sha do'stimizning ishlaganidan 20% zahot ketib turadi. Bu yerda mana copyright qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu ilovani ya'ni referalni havolamizni. Keyin do'stlar bu yerda har xil yana boshqa bo'limlar bor. Bu yerda masalan giveaway 25 dollarlik konkurs ham bor. Bu yerda ko'rish mumkin kimlar qancha referal taklif qilgani yoki adashmasam bu yerda o'sha kimlar ko'proq mana shu ilovada aktiv bo'lib ishlaganlarini ko'rish mumkin bo'ladi. 9 soat va 13 daqiqadan keyin bu konkurs tugab kimdir 25 dollar yutib olar ekan. Bu har kunlik konkurs bo'lib boradi. Mana ko'rish mumkin. Bu yerda kimlar yutganini ham ko'rishdik. O'sha ko'rsatib qo'yibdi. Keyin do'stlar bu yerda leaderboard ya'ni kimlar ko'proq referal taklif qilgani adashmasam bu yerda 24 soat ichida va bu yerda mana kimlar qancha ishlayotganini ko'rib olish mumkin bo'ladi. Keyin do'stlar yana bu yerda mission ya'ni mana shu qanchadir mana shu ilovaga aktiv referallar chaqirganimizga ham bizga o'zi bonus beradi. 5 ta referal chaqirsak 0.10 sent, 10 ta referal chaqirsak 0.15 sent ko'rish mumkin. Ketaveradi u yog'i o'zingizlar bemalol ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda mana content creator ya'ni biz mana shu hozir men YouTube'da qanaqadir content yaratib qo'ysam va mana shu videomizning havolasini qo'yib yuborsam ular o'zi tekshirib chiqib menga qanaqadir o'zining 50% bonuslarni berib borar ekan. Masalan adashmasam hozir bu yerda yozilishicha referalimizning ishlaganda 50% avval 20% emas 50% ni berib borar ekan. Keyin do'stlar bu yerda exclusive content bor. Bu yerda mana Telegram, Facebook, WhatsApp kanallari bo'ladi o'zini. Keyin do'stlar yana aytib o'tgandek boshqa bo'limlarni ham tanishtirib o'tdim. Endi do'stlar bu yerda mana Scratch Win mana shularni tanishtirib chiqaman. Mana shu to'rttalasini Scratch Win, Basket Stars, Gold Wilson, Jackpot tanishtirib chiqaman. Endi masalan bu yerdan Scratch Winni bossak bu yerda bizga mana shunday reklama chiqadi. U reklamaning uzunligi 5 sekund yoki 10 sekund qoladi. Ozgina kutib turib bu yerda mana uni ustiga bossak hozir bizga o'zi o'sha reklamani ko'rganingizga ham 1000 dollar 1000 ta coin mana shunday mana bu yerda mana 68261 ta mana shunday coindan beriladi. Keyin bu yerdan do'stlar mana bularni ustiga bosib ushib chiqishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan quick scratch deb bossak bizga ko'rish mumkin biz hozir 735 ta moneta yutib oldik. Bu yerda ko'rish mumkin mana shu yerda o'zi mana shu ilova tomonidan o'zi mana shunday raqamlar tanlanadi. Bu yerdagi raqamlar tanlanadi va bu yerdan mana shu raqamlardan bittasi chiqsa ham yoki ham to'rtalasi ham chiqsa sizlarga mana shu masalan to'rtta raqamdan bittasi chiqsa ham ko'rish mumkin. Menga hozir 84 chiqdi va 84 raqamida 735 ta moneta bor ekan. Agar hozir 67 chiqsa 67 yo'q ekan bu yerda. Masalan 21 chiqib qolsa 21 ham yo'q ekan, lekin 77 ham yo'q ekan adashmasam. O'shalar ham bo'lsa agar to'rtalasi ham bir chiqsa sizlarga ko'proq YouTube tushadi. Yana close bosib yana ustidan o'sha reklamani ko'rib davom etish mumkin bo'ladi. Keyin Basket Stars ustiga bosasizlar va bu yerda ham qisqa reklama ketadi. Va bu reklamani ham o'tarib yuborasizlar va keyin yana bizga
boshqacharoq oyna ochiladi va bu ham oddiygina o'sha scratch ochishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan ko'rish mumkin. Bunda ham o'sha reklama ko'rganimizga bizaga o'zi 0 ya'ni 1000 ta coin berdi. Bu yerda yana mana shularni o'chirib chiqamiz bu yerda. Va quick scratchda bossak o'zi ochiladi va bu yerda o'zi hozir 200 ta coin ishladim. Ya'ni mana bu yerda mana shu yerdan hozir qaysi chiqib qolganini ko'rish mumkin bo'ladi. Bu yerda mana shu HP degani chiqdi va o'shanda 200 ta moneta bo'lar ekan. Mana bu yerda mana qaysi nimalar berishini ko'rsatib qo'ydi. Mana o'ng tarafda masalan sandiq chiqsa o'zi $1 bonus berib yuborar ekan sizlarga. Mana shu bonus, ya'ni adashmasam bu 100.000 ta coin berib yuboradi. $1 degani shu 100.000 ta coin hisoblanadi. Bu yerdan yana close qilib yana o'sha reklamani ko'rib dalsha davom etish mumkin bo'ladi. Gold bill shuni ustiga bosib bu yerdan yana reklama. На Wildberries есть все, что вас интересует. Миллионы товаров. Padda bosib hozir bu yerda yana X chiqarish kerak bo'ladi. O'sha X bilan o'chirib tashlab bu yerdan yana bu yerdan ham ko'rish mumkin yana 1000 ta coin berdi bunda ham. Bu yerda endi mana bu yerda mana hammasini ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ko'rish mumkin o'zi bizaga chiqdi. Hozir bu yerda mana 9 ta mana bunday berdi. Sizlar mana shu yerda ochasizlar va mana shu narsalar chiqsa sizlar mana shu 7 ya'ni yulduzcha ichidagi 7 raqam hammasida bo'ladi. Hammasini bemalol ochib chiqishinglar mumkin bo'ladi va o'sha chiqib qolsa sizlarga 9 ta mana yoki moneta yoki dollar yoki 9 ta mana shunday karta beriladi. Ko'rish mumkin bu yerda adashmasam $281 turgan ekan. Mana shunaga mana bu yulduzcha o'shanda bo'lsa biz $281 yutib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Close qilamiz va bu yerda mana triple raski, ya'ni biz reklamatyor bo'lamiz. Bunda ham o'sha reklamatyor bo'lgach bu yerda biz buy qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 512 ta moneta 512 ta monetaga biz ochishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda biz ya'ni monetaga ochamiz. Buy deb bosamiz va bu yerdan endi bosib chiqamiz va bu yerdan quick scratchda bossak ham bizga hozir qanchadir moneta chiqib kelishi kerak bo'ladi degandim, lekin hozir bizga chiqmadi. Men checkmod chiqmadi, yutuq chiqmadi. Shunday qilib bularda pul ishlab borishim mumkin bo'ladi. Sizlarga maslahatim mana shu uchisida, ya'ni scratch win, lucky stars va gold bill shunda o'ynashinglarni maslahat beraman. Mana bu oxirgisi jackpotda o'ynashinglarni maslahat beraman. Negaki mana bu tanga sarflaysizlar, lekin yutuq chiqishi yoki chiqmasligi noma'lum. Keyin do'stlar, pullarni chiqarish uchun bu yerda mana profil bor, chap tarafda burchakda o'shani ustiga bosib, bu yerda mana withdraft bor. O'shani ustiga bossanglar, o'zi sizlarga withdraft chiqadi bu yerda, ya'ni pul yechish oynasi ochiladi. Bu yerda qaysi hamyonlarga pul yechamiz desalar, bu yerda ko'rish mumkin. Payer, Binance va boshqa yana bu yerda mana o'zi qashloqlar bor. Masalan bizga ma'quli Payer bilan Binance bor ko'pincha hammada. Bu yerda ko'rish mumkin Payer'ni ustiga bosasizlar 0.35 sent bo'lganda yechib olishlar mumkin bo'ladi. Albatta do'stlar, bu ilovada ham minimalkasini yig'ishim bilanoq pulni ham chiqarganimni ko'rsatib beraman. Bu yerda mana ko'rish mumkin pul chiqarayotganlarni ham ko'rish mumkin bo'ladi. Endi do'stlar shunday qilib pul chiqara boshlashim mumkin bo'ladi. Payer'ga albatta uzog'i do'stlar 2 minut yoki 3 minut ichida to'lab beradi. Bu ilovalar o'zi avtomatik pullar to'lab beradi. Bemalol kelib ishlashingiz mumkin bo'ladi sarmoyasiz. Men ham albatta minimalkasini yig'ishim bilanoq pul chiqarishni ham ko'rsatib beraman. Shungacha sizlar ham bemalol ilovada pul ishlab borishim mumkin bo'ladi. Har xil giveawaylarda qatnashib, boshqa mana bunday sketchlar, kartalar ochib shunday qilib pul ishlab borishim mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta do'stlar, bugungi video uchun shulardan iborat edi. Agar video yoqsa videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.